Buni natijasida katta bizneslar 1 yil, 2 yillardan keyin katta zararlarga kirishni boshlaydi. Ba'zi biznesmenlarning moliyada qiladigan bitta qo'pol xatosi bor. 100 ming so'mga tovar oladi va uni ustiga 20% foyda qo'yapman deydida, 120 ming so'mga sotadi. U foydasini 20% deb hisoblaydi. Lekin aslida u 20% foyda ko'rmayapti. Nimaga desa, foydani hisoblash formulasi bor, ya'ni marjinalniy foydani. U 20 ming so'm foyda ko'ryotdi va sotayotgan narxi 120 ming so'm. Foydani hisoblash uchun ana shu 20 ming so'mni sotuv narxiga bo'lish kerak. Bu narx 16% chiqadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib 20% foyda qo'yyapti-yu, lekin 16% foyda bo'lib qolyapti? Bu yerdagi 4% qayerga ketdi deb. Moliyada xuddi shunday narsa bor. Bu natsenka deb ataladi, ya'ni ustama. Ustama hech qachon marjaga tengmas. Ko'p biznesmenlar qo'pol xatolarni qilishadi. 20% marja qo'yyapman deydi-da, savdoni aylantirib 2-3 oylik oborotini bitta qilib 20% pulni oladi. Ana orada yo'qolayotgan 4% pul o'zi asli o'ziniki emas, bu postavщикniki yoki boshqasiniki bo'lib chiqadi. Buning natijasida katta bizneslar 1 yil, 2 yillardan keyin katta zararlarga kirishni boshlaydi. Agar biznesingizda 20% sof foyda ko'rishni istasangiz, 25% ustama, ya'ni natsenka qo'yishingiz kerak bo'ladi. Eslab qoling, hech qachon natsenka marjaga teng emas.